Assalomu alaykum, biz ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib turgan obunachilar. Do'kon savdolari Amerikadan yuklanib keldi. Yer qo'yapmiz. Qolganlarni terib qo'ydim. 2 ga navbat keldi mana. Animatsiya davom etyapti. 40 mingdan sotilgan Amerika tariflar hozirda 35 ming so'mdan. Yana aytib o'taman, mana lalakudan 55 mingdan sotilgan lalakular hozirda 45 ming so'mdan. Bu Ramazon aksiyasi. Bizda yangiliklar ko'p, aksiyalar doim qilamiz. Kelarasizlar. E'tiborlaringizni